Assalomu alaykum. Bugun karomli va tokli do'lma pishiramiz. Ishimizni karomni qattiq joyini olib tashlash bilan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Endi toklarimizni qaynoq suvda o'ldirib olamiz. Mana suvimiz qaynab turibdi. Toklarimizni solib, endi karomimizni qaynoq suvga solamiz. Tokli do'lmamizni qiymasini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga guruchimiz 15-20 minut yuvib uvitilgan. Endi yarim kilo qiyma, 3 ta o'rtacha piyoz, keyin ukrop bilan maydalangan ko'k chesnok. Ta'mga ko'ra ziravorni solamiz. Endi hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Mana qiymamizni yaxshilab aralashtirib tayyorlab oldik. Endi mana karomlarimiz, toklarimizni ham tayyor qilib oldik. Endi tugishga boshlaymiz. Oson suvda tuganini sarapanga qo'yib, toklarimiz chiroyli bir tekisda bo'lib tugiladi. Endi karomimizni tugishga boshlaymiz. Mana do'lmalarimiz tayyor bo'ldi. Endi o'g'rib, suv solib, keyin do'lmalarimizni dimlaymiz. Endi bunga men tomat shunaqa muzlatib qo'yganman. Bitta bo'lak tomat solamiz.